Har kuni ko'rib yurib, asl qudratini bilmaydigan bir sabzavot bor. U nafaqat taomlaringizni mazali qiladi, balki tanangizni viruslardan himoya qiladi. Qon aylanishini yaxshilaydi, hattoki ichki yallig'lanishlarni ham kamaytiradi. Bu sabzavotning siri undagi tabiiy antibiotikda. Antibiotik mikroblarni o'ldiradi, shamollashda yordam beradi, qon bosimini me'yorga keltiradi, yurak xurujlarini kamaytiradi, hatto xolesterinni tushiradi. Buni haftasiga 3-4 marta iste'mol qilgan insonlarda yurak xastaligi xavfi 25% ga kamayadi. Olimlar uni tabiat mo'jizasi deb atashadi. Qadimda jangchilarga kuch va bardamlik berish uchun berilgan. Immunitetni kuchaytiruvchi eng kuchli 5 ta o'simlik ichida birinchi o'rinda turadi. Ichki yallig'lanish, parazitlar, hatto saraton hujayralariga qarshi kurashishga yordam beradi. Bu maxfiy qurol nima deb o'ylaysiz? Limon emas, piyoz emas, bu oddiygina sarimsoq piyoz. Siz uni faqat taom uchun ishlatasiz, lekin uni sog'lik quroli sifatida ko'rishingiz ham mumkin. Aytgancha, sog'lig'ingizni dorixonadan emas, oshxonadan izlang, tabiiy mahsulotlardan.